Assalomu alaykum. What's up, fellas? Mana keyingi voqea haqida agar gaplashmoqchi bo'lsak, bu yerda eng men uchun muhim deb hisoblangan Wuhan voqeasi 1967 yilda bo'lib o'tgan Wuhan voqeasi ham aynan burilish nuqtasi deb hisoblayman. Chunki o'sha davrda 1967 yilda endi Cultural Revolution, ya'ni madaniy inqilobning boshlang'ich davrlaridagi birinchi tartibsizliklardan biri hisoblanadi. You have no right to stop us! Va aynan mana shu tartibsizliklardan so'ng CCP boshchiligidagi Maoni o'ylantiradigan voqea hisoblangan. Chunki aynan o'sha voqeadan keyin PLA, ya'ni mamlakatdagi yangi tuzilgan mamlakatdagi CCP boshchiligidagi Maoning boshchiligidagi yangi mamlakatdagi harbiy qudratni va harbiy boshqaruvni yoki umumiy qurolli kuchlarning tizimlanishini boshqatdan ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Voqea nima bo'ladiki, Red Guards, ya'ni o'sha davrdagi Kommunist partiyaning markazlashgan harbiy boshqaruv tomonidan jo'natilgan askarlarga Wuhanning ichki mahalliy askarlari, mahalliy Wuhan shahridagi mahalliy harbiy kuchlari bilan bir-biriga qarshi chiqib qolishadi. Ya'ni tizim shunchalik tartibsizlashib va chaos darajasiga chiqadiki, ular bir-biriga qarshi urushishga majbur bo'lib qoladi. Aynan mana shu davrda bu hodisa Maoni juda katta hayratlanishga olib keladi va aynan mana shu davrdan so'ng Mao o'zini harbiy tizimini yoki harbiy qurolli kuchlar tizimini, markazlashgan qurolli kuchlar tizimini yana qaytadan ko'rib chiqishga va uni tizimlanishligiga kuchli